Buni ko'pchilik o'tgan safar mana shunaqa kasallikni biz chiqaruvdik. Bu endi aniq haligi molga unaqa ziyon keltiradigan kasallik emas, lekin buni mol o'zi belgi beryapti-da ichida. Ya'ni nimadir vitamin, mineral kam menda, qarang deyapti, dozani oshiring deyapti. Chunki asosiy qish mavsumida, bahor mavsumida ko'p kuzatiladi. E vitamini, selen selen vitamini yetishmaganligi uchun mollar shunaqa tilini o'ynatadi yoki ba'zan zanjirini, ipini chaynab, yerlarni yalaydi, turpoqlarni yalab oladi. Shuni e'tibor berasizlar, shu ham baribir junlarida nimasida bilintiradi. Molni o'zi holatida. Aka o yer yalayotgan. Mana hozirgi mavzu nima dedingiz? Yer boshda 2-3 ta mol yer yalayapti. Bu tomondan 2-3 tasi zanjirni, temirni, shu metallarni nima qilib turibdi? Yalanib turibdi. Asosiy selen Elyor aka, nima tavsiya beramiz bu yoqqa? Endi bu to'g'ri. Vitamindan ham bo'lishi mumkin, lekin men endi yana men o'zim nimaga kelib chiqib, soskada katta bo'lsa ham soskadan. Bu enasi haligi Yevropadan kelgan bo'lsa, ular enasini yemaydi-yu. Soskada katta qiladi haligi nimada. Ko'proq mana e'tibor bersangiz, soskada nima bo'lgan haligi Yevropaning mollari tilini o'ynatadi. Privichka bo'lib qoladi yoshlikdan. Nimaga siz mana qilsa, siz soskani olib berasiz-da. Biz to'g'ri. Ko'p nima qilib chiqdim men ham. Bu oddiy holatda privichka ham. Privichka ham bo'lishi mumkin. Endi bunga ko'p men ham yozdim. Men ham ustozlarim bor-da. Manaqa vitamindan deyapman desam, yo'q. Men ham bo'lishi mumkin. Lekin buni to'liq manaqa deyish biz shuning uchun hozir buni sabablarini keltirib o'tdik. Biz mana shuncha Elyor akamga bir qator nima variant berasiz deb savolga tutdim. Kuzatib boring, Vitabaza vitaminini doim qo'llab premixida va siz immunobaza ukolini immunitet ko'tarish uchun qo'llashingizni tavsiya qilamiz va bu narsani oldini olasiz, xudo xolasa. Chunki shunaqa bo'ldi aka. Yo'q. Bishkekdan mol olib kelgan molim bir-birini o'pishadi. O'zinglar. Ular sut bermaydi-da. Bir-birini o'pishadi. Mana ko'ring, ashla tilini o'ynatadi. Mana o'tgandan keyin bitta yosh bo'zga kirib, bunday qilib yaqinlashsa, ayna qilib o'ynayapti. Temir yalayapti siz aytmoqsiz. To'g'ri. Temir moddasi enasini yemmaganda ular. Enasidan o'tmagan ko'p narsa. Privichka o'tmagan o'sha. Ular beka turguncha yemish kerak-ku. Yalab o'sha privichka qilib oladi. Mana odamlar ham bor-da anaqa o'rganib qolgan. O'sha bu ham ichidan sink yetishmayapti, to'g'ri. Lekin o'sha privichka, o'sha. Udalit qilolmaysiz. Nima udalit qilolmaysiz. O'sha bu yoshdan privichka bo'lgan. Polni Qirg'iziston ekan, aka. Qirg'iziston mollar. Asosiy Qirg'iziston. Qirg'iz